Assalomu alaykum Greenleaf oila. Mana bu erta tongdan bizga shunaqangi chiroyli xushxabar bo'ldiki, bugun biz ayni kunda faoliyat olib borayotgan Greenleaf korporatsiyasidagi faoliyatimizni halol ekanligi va bu borada diniy qo'mita sertifikatlarni bizga taqdim etganligi bu bizni juda quvontirdi. Haqiqatdan men Greenleaf korporatsiyasining mahsulotlarini mas'uliman, juda sevaman. Ayniqsa mana shu shiya yog'i bu Yaponiya brendi, Yaponiya mahsuloti, Karich brendi ostida keladi bizga. Bu faqatgina ko'zga ishlatmaysiz. Suyak qismida poliartrit bormi, poliartroz bormi, qolaversa oyoqda mana shu suyak qismidagi qanaqa muammo bo'lsa, barchasini bartaraf etadi. Hatto buni men burun shamollashda, tomoq og'riqlarida, mana shu bosh og'riqlarida ham quloq orqasiga sekingina surtib qo'yishni tavsiya qilaman. O'zim ham bu ishlarni amalga oshirganman. Nimani tavsiya etsam, o'sha ishni o'zim qilib bo'lgan bo'laman-da. Burun qismida shamollash bo'lsa, sekinda surtib qo'ysangiz shamollashingiz ketadi. Tomoq og'rig'ida xuddi shundoq bo'ladi. Va qolaversa, men bu belimda, bo'ynimda girja diskim bo'lgan paytda men har yili bolnitsada kamida 2 marta, bir marta uzog'i bilan 2 marta yotganman. Lekin bugun 3 yil bo'lyaptiki, men bugun mana tibbiyot xizmatisiz mana shu shiya yog'i bilan girja diskimni ham, oyog'imdagi bo'lgan o'sha muammolarni ham bartaraf etishga muyassar bo'ldim. Haqiqatdan Greenleaf zo'r.